Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Axios xabar to'rining 12 aprel kuni e'lon qilgan Sharq Turkistonning sobiq mahbuslari dafsanchilikning muhim shohidlari sifatida Amerikaga keldi degan temadagi xabarda mundaq deyildi. Atalmish Şinjandagi tutib turish lagerida 10 oy tutib turilgan Sharq Turkistonlik Ovalbek Turdaxun Xristiyan, Amerika parlament a'zolari, kishilik huquq faoliyatchilari va xalqaro advokatlarning bir necha oy parda orqasida lobbichilik qilishidan keyin Amerikaga keldi. U xalqaro kishilik huquq advokatlarining Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat ishlaganligiga aloqador xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan dalil isbotlarning ichida jonliq guvohchi bo'la oladi. Ovalbek ayoli va uning bir bolasiga bir da'voda beradigan ifodaning qiymati sababli ko'chmanlik salohiyati berilmagan. Muhim ommaviy manfaat uchun kafolat bilan qo'yib etilib, Amerikaga kirishiga ruxsat qilingan. Birdan ko'p Osiyo chegarasida oylarcha diplomatik aniqsizlikni boshdan kechirgan Ovalbek oilasidagilar bilan 8 aprel Dallas xalqaro aerodromiga qo'ngandan keyin Axios'ga Amerikaga oilam bilan bexatar yetib kelganimdan baxt his qilaman. Bu bizning uzun zamonlardan beri orzularimizning reallikka aylaninishidir. Eng oldi bilan men Allohga rahmat aytaman. Amerika hukumati va bizga izchil yordam qilgan do'stlarga rahmat aytaman. Biz ularning yordami bo'lmagan bo'lsa, bexatar holda Amerikaga kelmagan bo'lardik, dedi. Xalqaro advokatlar, Amerika amaldorlari va ahvoldan xabardor kishilarning so'ziga qaraganda, Ovalbek Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning o'zgacha guvohchisi. U qirg'iz millatidan. Garchi Xitoy Sharq Turkistonda asosliqi Uyg'urlar, undan boshqa qirg'iz, qozoq qatorliq turkiy millatlar, tojik va xuy millatini tutqun qilib, nazarband ostiga oldi. Ovalbek lagerlarga so'langan sarguzashtlarini ommaga oshkora anglatgan tunji xristian. Xitoy jazo lagerlariga diniy oshqonlarni qamaganligini aytadi. Ammo lagerlarga islom diniga ancha e'tibor berib ketmaydiganlarmi, hatto ba'zi xristianlarni so'langan. U qonun o'qigan. Uning oilasi bilan munosabat o'rnatgan Amerikadagi kuzatish sanoati tadqiqot guruhining kuzatish texnikasi soda nashriyati hukumat direktori Konor Heliga aytishicha, Ovalbek kampga qamalgan vaqtida Xitoy amaldorlarining xalqaro qonunga qanday xiloflik qilganligini kuzatib turgan. Heli xotirlagan silliq ko'rinish, Axios inchikilgan mazmunlar, Ovalbekning Heliga so'zlab bergan o'zi qamalgan lagerining qurilishi, mahbuslarning qanday muomalaga uchraydiganligi va ularni tekshirishda qo'llanilgan texnikaga oid uchurlarni o'z ichiga olishi mumkin. Xitoyning Washingtonda turishliq elchisi buningga hech qanday inkos qaytarmagan. Heli bilan elib borgan silliq suhbatning mazmunidan qaraganda, Ovalbek Qirg'izistonga qilgan ziyoratida hukumat ruxsat qilgan muddatdan ko'proq vaqt Qirg'izistonda turganligi uchun atalmish Şinjanning Ulug'jat noyisida 2018-yili tutqun qilinib lagerga qamalgan. Gundupaylar izchil qattiq so'roq qilgan. Uningga lager mag'durlariga qanday muomala qilgan bo'lsa, o'xshash muomala qilgan. Ya'ni so'roq qilinish jarayonida yo'lbos o'rindiqqa bog'lab qo'yilgan. Uyqusi kelganda yoki badanini harakat qildirganda top kaltak bilan urilgan. So'roq qilgan gundupaylar qirg'iz ayol bilan to'y qilganligi uchun Xitoyga sodiq bo'lishi kerakligini aytgan. Kamp mag'durlariga vaksina uchun urilgan o'qlarning put-qo'lni harakat qildirmaslik, gaz bo'lish, quloq eqishdek nachar oqibatlarga sabab bo'lganligini aytgan. Ovalbek mang'almagan, lager mag'durlarining yordamida mang'an. Kamplarning maxfiyatligi sababidan Axios Ovalbekning ba'zi bayonlarini mustaqil bir shaklda oshkor qilolmadi. Helining 2018-yili Ovalbek lagerda chog'da u va oilasini ziyorat qilib olganini Axios inchikiladi. Ovalbekning lager haqidagi bayonlari tutqun qilingan insonlarning bayonlari bilan o'xshash. Qirg'iziston elchisi buningga hech qanday inkos qaytarmadi. Helining aytishicha, Ovalbek 2018-yili 10 oyda qo'yib o'tilgandan keyin ayoli va bolasi bilan Qirg'izistonga piyoda kelgan. Qirg'iziston hukumati uningga qirg'iz millati bahramon bo'lgan alayda o'ltiraqlash ijozatnomasi bergan bo'lsa-mu, keyin yanglashni rad qilib, uni Xitoyga qaytarish xatiri ichida qo'ygan. Ovalbek va uning oilasi Amerika hukumatining kishilik huquq masalasini ilgari surish uchun xizmat qilgan guruhga a'zolari. Kengash palata a'zosi Marco Rubio, kishilik huquq komitetidagi Jumhuriyatchilar partiyasining yuqori palata a'zosi Tom Lantos, Avam palata a'zosi Chris Simsning qo'llashiga erishgan. Ularning ahvolidan xabardor ikki kishining aytishicha, Rubio bilan Sims har ikkilisi Tashqi ishlar ministrligi va Davlat bexatarlik ministrligiga besim ishlatib, bu oilaning Amerikaga sayohatga chiqishini tezlatgan. Sims bayonotida Axios'ga Ovalbek jamiyatining Amerikaga bexatar kelganligidan xushalman. Ular o'ltiraqlashgandan keyin men atalmish Şinjanning majburiy emgak lagerlari to'g'risidagi isbotlarni anglashni umid qilaman degan.
Aksios Uvalbek bilan qisqacha paranglashgan, ammo uning tafsilotini uning bilan bevosita muzokara qilmagan. Uvalbekning ahvolini anglagandan keyin Heyli 2021-yili 12 oyda Qirg'izistonga berib, Uvalbekning bir qancha amerikalik do'stlari bilan ishlab, bu oilaning 3-chi davlatga sayohat vizasi olishiga yordam bergan. Bexatarlik uchun bu kishilarning ismi tilga ilinmagan. Heyli va Uvalbekning amerikalik do'stlari oldi bilan oilasidagilarni ziyorat qilib, Qirg'iziston doiralarining ularni chegaradan Xitoyga qaytarib berishning oldini oldi va ularning Amerika tashqi ishlar ministrligiga Amerikaga kelishini talab qilib iltimos yozishiga yordam berdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi Axios orqali davlat bexatarlik ministrligiga yo'llab ko'chmanlar ahvoliga oid shaxsiy uchurlarni o'rtoqlashmaydiganligini aytdi. Xitoy Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat emas, ammo hozir Xalqaro jinoiy ishlar sudining advokatlari tayyorlayotgan bu delo Xitoy hukumatining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lgan Tojikistonda yashaydigan Sharq Turkiston aholilarini bostirishni asos qilib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligini turg'izishni maqsad qiladi. Ma'lum bo'lishicha, ular 2001-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oralikda Qirg'izistonda 75 xil ahvolni bayqagan. Buning 20 dan ko'pragi 2017-yili va undan keyin yuz bergan. Angliyalik kishilik huquq va davlat halqigan bostirish delolarini ishlaydigan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodni Dekson Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining delo qonuniga asosan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligini turg'izish uchun dalil isbot to'playotdi. U Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining O'rta Osiyodan Xitoyga qaytarilishi va Tojikistonda faoliyat qilayotgan Xitoy bexatarlik xodimlarining majburiy chegaradan qo'g'lab chiqarishiga aloqador isbotlarni sudga topshirdi. Ular Tojikistonda chegaradan qo'g'lab chiqarilgan taxminan 3000 nafar Uyg'urni aniqladi. Rodni Dekson Axios'ga agar Xitoy bexatarlik xodimlari Tojikiston va Qirg'izistonga kirib, u yerdagi kishilarni qo'lga olib, ularni Xitoyga qaytarib, lagerlarga solab qo'ysa, ya'ni qo'lga elish, chegaradan qo'g'lab chiqarish, shundaqla majburiy g'oyib bo'lish va Xitoyga borganda sodir qilgan insoniyatsiz qilmishlarga Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirib bir taraf qilish huquqi bor dedi. Uvalbek Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan deloga ishtirok qiladigan tunji kishi bo'lib, u atalmish Şinjan va Qirg'izistonda yuz bergan ishlarni oshkorlaydi. Deksonning aytishicha, uning dalil isbotlari intayin muhim, chunki uning Xitoyning lageridagi vaqtidan tortib o'zgacha uchurlari bor. Kechirmishlari Xitoy doiralarining boshqa davlatdagi kishilarni nishon qilgan amnistiyasiga mos keladi. 2020-yili 12 oyda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi taftish mahkamasining boshqarish tavalligini bekitishga yetarli dalil isbot bo'lmagan asosda chegaradan qo'g'lab chiqarishni tekshirishni rad qildi. Ammo boshqa dalil isbotlarning qarab chiqishiga sunilganligini ko'rsatdi. Shuningdek, bu xil isbotlar taftish mahkamasiga sunilgan bo'lib, navbatda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tekshirishning echilg'ili bo'ladigan bo'lmaydiganligini tekshiryotdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi, biz Sharq Turkistonlik qirg'iz xristian Avulbek Turdoxin va uning oilasining Sharq Turkistondan Amerikaga omon-eson yetib kelib, Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish tashkiloti Xitoy amaldorlarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ustidan arz sungan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga ochiq-oshkora guvohlik berishni xushallik bilan jakalaymiz. Amerika tashqi ishlar ministrligiga, demokratiya, inson haqlari va emgak idorasiga rahmat dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 12 aprel kuni Twitter hisobidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlari ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni tekshirishga chaqiriq qildi. Seni yaşatmaktır sen üçün ölüşten maksat. Sana dağ tekküzmezmen min kere ölsem mu? Gururdur, numustur, bayrak ve toprak. Zalimni güldürmeymen, qenim aksı mu? Deydi Türk şairi Necip Fazıl. İnsanın iki narsa üçün canını kurban kılışı zörür tepilidu. Biri vatan üçün, yani biri Allah üçün. Vatanimizni işgal kıldırmaslık, yoki ishg'oldan qutqizish uchun bizga allaburun hamma narsamizni fido qilish zarur bo'lib bo'lgan. Toki vatanni mustaqil qilmoqcha bu fidokorlikning vaqti o'tib ketdi yoki texi vaqti emas deyish aqlga sig'maydi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.